qaynonamlarga ovqat uzatsam, oldin ovqatingizni bering, shirinlikni ovqatdan keyin yeyman dedilar. Oyijon, bu shirinlik emas, bu tok dolmasini kelinlarni vaqtini tejaydigan osongina uslubda tayyorladim. Tinib tinchimagan hozirgi dangasa kelinlar nimalarni o'ylab topishmaydi dedilar deb duo qilib maza qilib yeb oldilar. Bir yo'la mani chaqqon kuzatuvchilarim uchun foydali bo'lsin deb videoga ham oldim. Nachimkasiga qiyma, piyoz, guruch, chinza, chesnok, tabga ko'ra ziravorlarni solib tayyor qilib olamiz. Pirog qolipi yoki gaz listini yog'lab, tok barglarini xuddi shunaqa qilib yoyib chiqamiz. Nachimkasini tenga yarmini yoyib olib, ustidan qayla quyib chiqamiz. Batafsil hamma ma'lumotlarni opisiyaniyada yozib qoldiraman. Ustidan barglar bilan yopib olib, qolgan yarimta nachimkamizni ham solib, qayla quyib barglar bilan yopib olamiz. Qolgan qaylarni ustidan quyib 180 gradusda 40 daqiqada duxovkada pishirib olamiz. Vaqtdan unumli foydalanib, oyijon sochlar to'kilayotgani uchun yana bitta maqtovlada qolib ketdi. Ham tibbiy, ham parfumerniy shampun hadya qildim. Bella Flora shampunlari soch to'kilishiga, qazoq va qichishishga, yog'li sochlar uchun va zaif sochlar uchun mo'ljallangan bo'lib, sochingizdagi hamma muammolarni bartaraf qiladi. Bu orada ovqatimiz ham pishib chiqdi. Sochni mazali, silganda ham titilib ketmaydigan, eng asosiysi ishlaydigan, o'qiydigan yoki uy yumushlaridan orta olmaydigan kelinlarni joniga oro kiradi.